Assalomu alaykum. Hormanglar bolalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisiz? Tuzukmisizlar? Aka, sizni xo'jayin so'rayotdilar. Ha, yo'q. Keling. Uzr, kech qoldim ozgina. Xo'p. Aka, o'zi gaplashadigan gap bor edi sizda. Xo'p. Har kuni kech qolib kelyapsiz. Kuniga 2-3 soatlab yo'q bo'lib qolyapsiz. Tushunaman, vaziyatingizni tushunaman. O'g'lingiz Banisadaligini ham bilamiz. Lekin bu narsa meni sudamga ta'sir qilib qo'yapti. Yo'q, men sizni ishdan bo'shatmoqchi emasman, aka. O'zingizga 3-4 oy vaqt oling-da, hamma ishlaringizni bitirib, kelsangiz keyin ishlayverasiz. Xo'p. Xo'pmi? Tushundim, ukam. Keyin aytgancha ishxonadagilar bilan o'g'lingizni lichinasiga deb pul tashlashuvdik. Shuni olib qo'ying, aka. Rahmat, ukam. Shifo bersin. Mayli. Xo'p. Rahmat. Alo, Adasi, yaxshimisiz? Dilshod nima qilyapti? Yotibdi, uxlayapti. Men nima qilib bo'lsa ham pul topaman. Bor yo'g'i 10 oy bo'pti o'rtoq. 2000 bo'pti deb puling. Berishga beraveraman pulingni. Keyin qiynalib qolmaysanmi mashinasiz? Endi har kuni licheniyaga, больницаga to'lov qilishim kerak edi. Har kuni xarajatim bor. Pul zaril bo'lyapti. Keyin operatsiyasi ham yaqinlashib qolgan. Seni tushundim o'rtoq. Men buni olganda mashina o'zingda turursin. Tirikchiligingga yarab turibdi shu. Jiyanni yaxshi olib chiqib qo'ygandan keyin больницаdan arendani keyin gaplashamiz. Rahmat, o'rtoq. Doktor, hozir topolganim shu bo'ldi. Bilaman, bu juda ham kam. Qolganini ham qidiryapman. Hamma narsamni sotdim. Uyimni ham sotdim. Lekin nima qilib bo'lsa ham men pul topib kelaman. Menga ozgina muhlat bering. Muhlat meni qo'limda emas-ku. Shuni to'g'ri tushunishingiz kerak. Suyak ko'migini ko'chirish operatsiyasini muddati kelib bo'lgan. Men qo'limdan kelgan yordamni qilib bo'ldim. Bu yog'iga cho'z bo'lmaydi. Meni to'g'ri tushuning. Bu meni qo'limda emas. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men boshqa chidamayman. Nima? Doktor oxirgi hafta deb aytayapti. Nima qilamiz? Bizda hech narsa o'xshamaydi. Topamiz pulni. Vaqtida qilib beramiz. Yo'q, yaxshi bo'lmaydi. Bo'ldi, topamiz. Xavotir olmang. Faqat eski ishingizni qilmang. Yo'q, qilmayman unaqa ish. Sizga ham nimadir bo'lsa, men ko'tara olmayman. Bu yerda 7 ta telefon. Aha.
3 ta iPhone, 4 ta Samsung. Boshlab yubordingizmi aka yana? Necha kunda chiqarib bera olasan pulini? 3-4 kunda qilib bera olaman. Yaxshi. Ertaga yana shuncha bo'ladi. Bo'ptimi? Bo'ldi, gap yo'q. Bugun bizani tug'ilgan kunimiz. Biza 8 ga kirdik. Ada, men tuzalib ketaman-a. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan, bolam. Ne yig'lavoqsiz? Yo'q, yig'lamayman, bolam. Ko'zimga narsa kirdi shekilli. Faqat orqangizga qaramang. Nech pul beri? Kerak emas. Unda nimaga qaytarib berding? Dardlarimiz bir xil ekan. Siz qanaqa yechim topganingizni bilgim keldi. Sani ham bolangga urdimi? Men sendek o'g'ri emasman-u, lekin men ham bolamni davolayman deb ancha noto'g'ri ishlar qilganman. Harom pullarni topganman. Uni ahvoli yomonlashib boravergan. Yaxshiyamki xatoyimni kech bo'lmasdan tushunib yetdim. O'zi g'oyibidan yetkazdi. Meni boshqa ilojim qolmadi. Agar to'g'ri yo'lga qaytsang, yo'llaring o'z-o'zidan ochilganini o'zing bilmay qolasan. Yomon ish kasri eng qadrli insoningga urar ekan. Yomon ish kasri eng qadrli insoningga urar ekan. Kechagi telefonlarni zapchast qilib tashlamadingmi qali? Qilma. Men olib ketaman. Allo, assalomu alaykum. Telefoningizni topib oldim. Telefoningizni tushirib qoldirgan ekansiz. Assalomu alaykum. Ha, topib oldim. Kelsangiz berib yuboraman. Men telefoningizni topib oldim. Ha, o'sha yerda berib yuboraman. O'sha kafega keling, berib yuboraman. Voy aka, rahmat. Qatta tushirib qolganini bilmagandim. Juda xursand qildingiz aka. Rahmat, umringizdan baraka toping. Bizadan nima xizmat aka? Yo'q, hech narsa kerak emas. Men roziman. Rozi bo'ling, Xo'p. minnatdorman. Salomat bo'ling. Xo'p. Allo. Adasi, pul topildi. Operatsiyani ham boshlayversak bo'ladi, doktor aytdi. Tushunmadim. Bitta odam kelibdi-da, больницani to'lovini, operatsiyani to'lovlarini, hammasini to'lab ketibdi. Qanaqasiga? Lekin doktorlar so'rashgan ekan, o'zini kimligini aytmabdi. Shunaqa insonlar ham bor ekan. Adasi, qarang, o'zi g'oyibidan yetkazdi. O'zi g'oyibidan yetkazdi. Ado. Ketdimi, ada, ovqatlanamizmi? Ketdi. Nima yeymiz? Bilmayman. Pizza yeymizmi? Ha. Bo'p, pizza yeymiz.